Javlonbek Abduvaliyev ixtirochi yoshlardan. Bu safar innovatsion gilamcha yaratdi. Ixtirochiga ko'ra, davolash gilamchasi tanadagi qon aylanishini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Qandli diabeti borlar, ularda ko'pincha oyoqlarida isish holatlari kuzatilmay qoladi, ya'ni ularda nerv tolalari so'nish oqibatida. Demak, bunaqangi holatlarda ham bu o'zini maxsus datchiklari bor, avtomatik unga bemorga zarar yetkazmagan holatda tanaga uzviy ravishda qon aylanishini yaxshilashga xizmat qilib beradi. Oyoqdagi tovondagi shporalar, shuni ham davolash uchun xizmat qilib beradi. Gilamcha tarmoqqa ulangach ishga tushadi va go'yoki sandal singari isitishni boshlaydi. Ishlash jarayonida bir dona lampaning quvvatiga teng energiya sarflaydi, deydi yosh ixtirochi. Farg'onadagi nufuzli klinikalardan taklif tushgan. Demak, ular bizga shunday tanada qon aylanishini yaxshilovchi qurilma qilsak bo'ladimi? Keng ravishda. Biz shunga javoban bu qurilmani ishlab chiqib, ularga tavsiya qildik. Bular o'zlarining bemorlarida, ya'ni 700 dan oshiq bemorlarda sinab ko'rishda bu samarali topishdi. Javlonbek Intellektual mulk agentligidan ixtiro uchun patent olgach, gilamchaning ichiga o'rnatilgan qurilmalar va ularning ishlash, aniqrog'i davolash mexanizmi haqida batafsil ma'lumot bera olishini aytdi. Shuningdek, yosh ixtirochi innovatsion davolash niqobini yaratish ustida ham ish olib bormoqda. Bronxiektaz, sunkali obstruktiv, bronxial astmali bor. Shular uchun keng ravishda qo'llashimiz mumkin, ayniqsa pnevmoniya holatlarida. Ya'ni ularda shunday jarayon kechadiki, kislorod yetishmasligi. Kislorod yetishmayotgan vaziyatda unga atigi 3 daqiqagacha bo'lgan vaziyatda bizning maskamiz protezsiv shaklda unga havo yetkazib berishga xizmat qiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek ko'rinishdan kattaga o'xshaydi, lekin bu maskaning ichiga joylashib turadigan qismi, ya'ni kislorodni nam yoki quruq havo shaklida yetkazib berishi. Aslini olganda esa biz bu yerga maskani ichiga joylab olamiz. Tavsiya etilgan suyuqlik quyilishi bilan bu elektrotexnologik qurilmamiz ishga tushadi, keyin havoni parchalab kislorodga aylantirishni boshlaydi. Niqobda SMS orqali bemorning holati va turgan manzili haqida biriktirilgan shifokorga hamda bemorning yaqiniga xabar berish xizmati ham yo'lga qo'yiladi, deydi ixtirochi talaba. Ilm-fan, tibbiyot rivojiga hissa qo'shayotgan bu kabi yoshlarimiz bilan faxrlanamiz. Kelgusida ulardan yanada katta natijalarni kutib qolamiz. Oliygoh jamoasi shunday fikrda.